Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men doktor Shermatov, vrach terapevt. Bugungi o'tishimiz kerak bo'lgan bitta mavzumiz, biz qanday qilib yashirin qotillar noto'g'ri ovqatlanish haqida gaplashamiz va noto'g'ri ovqatlanishda bizga tanamizga qanaqa noxush ta'siri borligi haqida gaplashamiz. Noto'g'ri ovqatlanishda xalqimizda shunaqa bir gaplar borki, shu gaplarning asl ma'nosi aslida to'g'ri. O'sha to'g'riligini biz bugun qanchalik ma'noda ko'rib chiqamiz. Ya'ni organizmga nima uchun kechqurungi ovqatni dushmanga ber degan. Qarang, kechqurungi ovqatni dushmanga ber deyishni asl sababi nimadaligini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Sharq tabobatida shunaqa narsa borki, organizmni 12 ta organni har 2 soatda aylanib ishlaydi. Masalan, ertalabki soat 3 dan boshlanadi. 3 dan 5 gacha bo'lgan 2 soatda o'pka zo'r ishlaydi. 5 dan 7 gacha bo'lgan muddatda yo'g'on ichak zo'r ishlaydi. 7 dan 9 gacha bo'lgan muddatda oshqozon zo'r ishlaydi. Mana shu narsa qonuniyat. Masalan, Alloh robbil alamin shu har bitta organni, ya'ni ma'lum bir organlar bo'lib shunda eng aktiv paytda ishlaydi. Boshqa paytda ham ishlaydi. Masalan, bir odam aytishi mumkin-da, boshqa paytda oshqozon ishlamaydimi? Ishlaydi. Bu degani kunni qaysi paytda eng issiq bo'ladi desangiz, albatta soat 12 yoki 1 atrofida eng issiq bo'ladi deganday tushuncha bu. Boshqa paytda ham quyosh bo'ladi, lekin shunaqa issiq bo'lmaydi. Xuddi shunaqa organizmni hazm bo'layotgan jarayonda o'sha paytda zo'r ishlaydi. Hozir shu narsani, ya'ni nima uchun kechqurungi ovqatni dushmanga ber degani shu ma'noni hal qilib ola olamiz. Ertalab soat 7 dan 5 dan 7 gacha bo'lgan muddatda yo'g'on ichak ishlar ekan, 7 dan 9 gacha bo'lgan muddatda oshqozon ishlar ekan. Agarda o'sha paytda ovqatni o'zingizga beradigan bo'lsangiz, butun bitta energiyani u yaxshilab o'ziga singdiradi, hazm qiladi va o'sha narsani joyiga qo'yib bera oladi. Oshqozonning kuchi yetadi. Bu degani eng yaxshi maksimal paytda ishlaydi o'shanda. Agarda siz o'sha vaqtda ovqatni yaxshi yemadingiz, endi ovqatni qachon gapga beryapsiz? Kechqurun gapga beryapsiz. Kechqurunga 19 yoki 20 atrofiga kelgan vaqtda endi ovqatdagi, oshqozondagi ovqatlar hazm bo'ladigan paytga emas. Endi u bosh miyaning ishlaydigan vaqtiga to'g'ri kelib qoladi. Bosh miya o'sha bosh miya ishlaydigan vaqtiga to'g'ri kelib qolsa, shuning uchun ham telekanallarda ko'rasizki, kanallarda ba'zi odamlar ayni shu paytda reklama berishga harakat qiladi. Odamlarning diqqat e'tiborini shunga, televizordagi reklamalarga yoki kinolarga yoki boshqa narsalarga nima qiladi? Ularga qaratishga harakat qiladi. Bu narsa nimani beradi bizga? Kechqurungi ovqat hazm bo'lishi qiynaladi. Kechqurun ovqat yeb olganingizdan keyin ovqatda oshqozonga tushadi. Oshqozon o'shani hazm qilib ulgurmaydi. Soat 21 dan 23 gacha bo'lgan muddatda kechqurungi vaqtda unda endokrin sistema, organizmda qolib ketgan zaharlar hammasi parchalanishi kerak. Soat 23:00 dan tungi 1 gacha bo'lgan muddatda o't qopi zo'r ishlab ketib qolishi kerak. Shuning uchun kechasi kimdir 23:00 da uyg'oq bo'ladigan bo'lsa, birdan ochlik hissini paydo qilib qoladi. U och qolib qolmadi, o't qopi ichidagi suyuqlikni 12 barmoqchakka tashlayapti. Endi biz oshqozonni kechqurun ovqatga to'ldirib oladigan bo'lsak, ko'p ovqat yeydigan bo'lsak, shunda oshqozon nima qiladi? Haligi oshqozonning ishlaydigan muddatiga to'g'ri kelmay qoldi. Endi qanchasidir parchalaydi ovqatni, qanchasidir qolib ketib qoladi. Qolib ketayotgan qismi endi ichakda turaverganda, masalan, tashqarida bitta issiqroq joyda bir kun ovqatni qo'ysangiz, u achib, badbo'y bo'lib hidi chiqib boshlaydi. Xuddi shunaqa endi shu ovqat bizning ichimizda achiydi. U tashqarida achisa mayli edi, tashqariga chiqarib yuboradingiz. Lekin ichingizda achigandan keyin endi kechasi nima bo'ladi desangiz, tiqilib qolgandan keyin kechasi uyquni buzadi. U yoqqa ag'naysiz, bu yoqqa ag'naydi, yaxshi uxlay olmaydi. Ikkinchisi, shu odamning ertalab turgandan keyin og'izlari achchiq, taxir yoki bo'lmasa asabi chiqib bunaqa qilgan, ertalab qo'llarini bunday qilib yumaman desa kuchi yo'q, yoki ertalab turgisi kelmaydi, ertan bilan haligi yotsa yana yotgisi kelaveradi. Organizm intoksikatsiya belgilaydi. Ya'ni o'sha yerda organizmdan chiqib ketmagan zahar tanani lanchib tashlagan. Kechasini zahar, ba'zi odamlar shu ko'payib ketsa uxlaydi, lekin dam ola olmay turadi. Masalan, ba'zi odamlar aytadi, kechasimdan uxlayman deydi. Kechasini uxlashadi ular, lekin dam ola olmay turadi. Buni asl sababi bosh miyaga kechasini kislorod yaxshi bormaydi. Yoki o'zi miyalar kislorod kechasini ta'minlay ola olmaydi. Natijada odam uyquga to'ymaydi.
Uzr, kimdir telefon qilib qoldi, shuning uchun hozir uzilib qoldi. Charchab qoladi, charchab turgandan keyin organizm yaxshi dam ololmaydi. Endi organizm ertalab tursa, ishtaha yo'qoladi. Odamlar ertalab shunday turadi, ishtaham yo'q deydi, ishtaham yo'q deydi, endi choy ichmay ketadi endi uyga. Ishga ketadi yoki o'qishga ketadi yoki qayerga ketadi. Ertalabki ovqatni o'zingga ber degan qonuniyat bilan biz yashay olmadik. Kechqurungini dushmanga ber deganda biz uni o'zimizga berdik. Ertalabkini o'zingga ber deganda uni biz do'stimizga, dushmanimizga berib ketdik. Qanaqa ishlaymiz biz? Shuning uchun sizga, hammamizga, yaqinimizga bitta qonuniyatda harakat qilishimiz kerakki, ichingizdagi shifokor ishlab ketishini xohlaysizmi? Siz doim sog'lom bo'lishni xohlaysizmi? O'zingizning tanangiz o'zini tuzatishni xohlaysizmi? Unda tananing qonuniyatiga mos yashang. O'zingizning sharoitingizga emas, tananing qonuniyatiga mos yashashingiz kerak. Tananing qonuniyati qanaqa ekan? Demak, kechqurun ovqat u hazm bo'lmaydi yaxshi. Kechasi tiqilib qoladi, dimlanib qoladi. Ertalab qanaqa? Ertalab ovqat yaxshi hazm bo'ladi. Endi biz shuni ertalabki ovqatni, shuni kechqurungi ovqatni o'zgartirishimiz kerak. Bu nima uchun yashirin qotil deb qo'yganman bu yerga? Haligi ertalabki keyin biz ovqatni bir kun shunaqa qilmaymiz. Endi har kun shunaqa kechqurun ovqatni yeyvergandan keyin haligi tiqilishlar ko'payib boraveradida, eng asosiy oshqozonda hazmsizlik jarayoni boshlanadi. Ovqat yesa tiqiladi, ovqat yesa diskomfort beradi, qornini dam qiladi, ichi qotib qoladi yoki bo'lmasam bu odamni sekin-sekin ichaklari ichi yurmay qolgandan keyin, qornidan bo'lib qolgandan keyin yoki axlati yaxshi yurmay qoladi. Natijada axlatda intoksikatsiya boshlanadi. Ya'ni o'sha ichaklarda turib qolgan zahar axlatdan ichkariga zahar so'rilib boshlaydi. Indol, skatol, fenol degan zaharlarga. Endi uni borib jigar parchalab tashlash kerak. Jigarga bo'ladi. Jigar o'sha zaharni shunday ushlab oladi hammasini. Ushlaganda o'tga qaratib haydaydi. O'tga qaratib haydagandan keyin o't endi har kun yemaymiz-da biz. Har kun haligi bir kun yesak qani edi? Har kun yeymiz o'shanaqa noto'g'ri ovqatlarni. Natijada o'tga borib shunday tiqilgandan keyin haligi o't qopining ichidagi zahar chiqaraman deb o't qopi tiqiladi. 12 barmoq ichakda o'tning ochiladigan joyi bor. 12 barmoq ichak asabdan tiqiladi. Endi o't qopi tiqildimi, o't qopi tiqilgan odam asabi ketadi. Ya'ni boshi bu joyda ikkita chakkadan og'riydi yoki peshona og'rishi yoki bo'lmasam asabi tez chiqadigan bo'ladi. Endi asab bo'lsa ichki organlardagi ishlab turgan o't ishlatmay tashlaydi. Natijada hozirda juda ko'pchilik odamga o'ziga bitta borib ko'rasiz. O'ting bukilib qolibdi, o'ting tiqilib qolibdi, o'tingda zagib bor, o'tingda perigib bor, o'tingda quming bor, o'tingda toshing bor, ana shunaqa deyaveradi. Nega desangiz, mana shu kechqurungi ovqatdan boshlandi endi. Endi shu o'tida dimlanishi bor odamning albatta jigari zahar ajratolmaydi. Jigar zahar ajratolmayaptimi? O'tda tosh paydo bo'lishi mumkin, ikkinchisi dimlanishi mumkin, xolesterin o'tdan xolesterin belgilari, keyin jigar tiqilib boshlagandan keyin jigarda yog' bosadi yoki bo'lmasam gepatit yoki jigar ichidagi zaharni parchalay olmay boshlaydi. Natijada jigarning ichidagi zaharlar parchalanmagandan keyin qon tozalanmay qoladi. Tozalanmay qolgan qon tananing qayeriga borsa farqi yo'q endi. Agar boshiga keladimi, boshda asabiylik boshlanadi. Ko'zga keladimi, zreniya tushib boshlaydi. Endi mana shu qon orqa bo'yin tomonlariga kelsa, bo'yin qotib boshlaydi. Nega qon yaxshi aylana olmaydi. Yurakka keldimi, yuragingiz urib qoladi, duk urib qoladi, tez urib qoladi. Yoki o'zi qo'llarga keldimi, qo'llar toladi endi. Oyoqqa keldimi, oyoqlarda tolishlar bo'ladi. Oshqozon ichaklarida hazmsizlik bo'ladi. O't qopida tiqilishlar bo'ladi. Buyrakda tuz yig'iladi yoki jenskiyda yoki erkaklar organlari hammasida muammo boshlanadi. Nimaga desa, qon aylana olmayapti. Qon aylana olmagandan keyin mana shu qon aylana olmay turgan joylarda butun bir organizmda qayerda qon aylanmasa o'sha joyda muammo bo'ladi. Hammada har xil bo'ladi. Hali aytganda bir boshidan jarayon kelaveradi. Kimdir asabiylashish ko'p bo'lgan, boshida muammo bo'ladi. Kimdir yurak siqishini ko'p qilgan, yuragida muammo bo'ladi. Inshaalloh yana davom etamiz. Hozir xalaqit berishyapti shu odam bizga. Keyingi jarayonda keyin nima qiladi? Jigar qonni suyultira olmay qolgandan keyin jigarning asta-sekin
funksiyalari susayib boshlaydi. Endi qon nima qiladi? Qon asta-sekinlikda quyuqlashib boshlaydi. Jigar tozalanmay qoladi qonni. Qon quyuqlashib boshlagandan keyin quyuqlashgan qon kapillyarlar orasidan yurolmagandan keyin kapillyar asta-sekin tiqiladida, kapillyarga qon yuravermasa, yurak kapillyardan qonni o'tkazaman deb qiynaladi. Nega? Chunki qo'lga, oyog'iga, boshiga qon o'tmayapti-ku. Organizmga qo'ldan, oyoqdan signal keladi. Bizda qon yo'q, davleniyani ko'tar deydi. Ana endi qo'l, oyoqda qon yuborishlik uchun ham yurak davleniyani sekin astalikni ko'tarib urib boshlaydi. Yurak urib boshlagandan keyin bosh belgilari, mana shu qon tiqilishining bosh belgisi bu davleniyani ko'tarish bo'ladi. Odamlar vrachning oldiga borib, mana bugun ham bizning oldimizga opamiz, xolamiz keldi, davleniya ko'tarilgan. Hamma joyim soppa-sog' deydi. Mana hozir bir hamma joyim soppa-sog', hech qanaqa shikoyat yo'q o'sha odamda. Hech qanaqa shikoyat yo'q, lekin ularda davleniya chiqib boshlaydi. O'shanda ular davleniyani davolashga harakat qiladi. Qarang, organizm nima xohlayapti? Organizm qo'liga, oyog'iga qon olib borishni xohlayapti. Shu olib borishlik uchun davleniyani ko'tartiryapti. Davleniyani ko'targandan keyin qo'liga qon o'tadi. Lekin bizda bo'lsa davleniyani tushirib qo'yyapmiz. Endi qo'l oyoqda holsizlik kuchayib boraveradi. Qo'l oyoqda holsizlik kuchayib ketaveradi, undan keyin davleniyaga dorini ichaveradi, davleniya yana ko'tarilaveradi. Ko'tarilishiga sabab qon tomirlariga tiqilmalar ular. Asl sabab qayerdan ketgan? Jigardagi tiqilmadan ketgan. U jigardagi tiqilma nima? U o'tda tiqilyapti. O'tda tiqilmasi nima? Kechqurungi ovqat yeyapti ular. Yashirin qotil degani mana shu yurak sistemasida mana shu birinchi yurak sekin davleniyani ko'taradi, 1 yil ko'taradi, 2 yil ko'taradi. Sekin astalik bilan yurakdagi jarayonlar kuchayib boravergandan keyin haligi yurak qonni o'tkaza olmagandan keyin sekin asta davleniya balandroq ko'tariladi. 150 lik, 200 lik davleniya ko'tariladi. Ana undan keyin yurak qon tomirlari shu davleniyani ushlab turishga, urib berishga kuchi yetmagandan keyin sekin asta u o'lib boshlaydi. Hujayrasining o'lib boshlashi miokard infarkt, stenokardiya boshlanishi, stenokardiya yuragi qisadi. Ozgina piyoda yursa, ozgina tashqariga yuraman desa hansirab qolgan, yurak urib qolgan, o'ng tomonda yuragi siqib qolgan, yoki bo'lmasa boshi aylanib qolgan, yoki bo'lmasa oyog'i tolib qolgan, beli tolib qolgan, shu boshda yoshi kattalarda shunaqa narsa bo'ladi. Ular keyin o'ylaydiki, men qarib qoldim, menimcha qariyapman, charchayapman deydi. Vrachga borsa nima qiladi u? Charchoqni yo'qotaman deb ular glyukoza urib beradi yoki qon aylantiruvchi, quvvat beruvchi mildirani boshqa narsa urib tashlaydi. Asli nima bo'lib yotibdi desangiz, qorin dam bo'lib tiqilib, bu yoq jigar ishlamay, o'tda toshi bo'lib, ichagi ishlamay yotibdi hammasini. Ularda bo'lsa hech kimning ishi yo'q undan. Faqat yurak davola, yurak ko'r bo'ladi. Undan keyin biz maqtanamiz, O'zbekistonda yurak qon tomir sistemasida yurak o'limlar soni yuqori. Bizda ko'p odamlar o'lyapti, baribir yurakdan o'ldi. Mana masalan men bugun bitta anovni ko'rdim, statistikani ko'rdim. 2002-yilda O'zbekistonda 9 oy vaqt davomida 74 mingdan ortiq odam yurak qon tomir sistemasidan o'lim bo'lgan. Mana qarang, aslida yurakning boshlanishi qayerda turibdi desangiz, u yurakning boshlanishi birinchi jigarning ichida tiqilmada, ateroskleroz, xolesterin yoki o'tdagi dimlanish, bu narsa borib to'g'ridan-to'g'ri bizni kechqurungi ovqatlanishimizga. Mana shu uzr, yana kimdir telefon qilib qoldi. Kechqurungi ovqatlanishlar bo'lsa, mana shu kechqurungi ovqatlanishga borib to'g'rilamas ekanmiz, ovqatni, kasallikni bosh sababini to'g'rilamas ekanmiz, yuraveramiz. Shu davleniya bilan yuraveramiz. Mana bizni meni davolash prinsipida shunaqa qilganmizki, biz o'sha davleniyani davolamaymiz biz. Davleniyani keltirib chiqarayotgan qaysi organ ishlamay qoldi, shuni topamiz. Biz aniq bitta badni boshqa narsani taklif qilishda emas, o'sha jigarni ishlatish uchun nima qilishimiz kerak? Jigarni qanaqa qilib tiqilmasini ochishimiz kerak? Qon tomirini qanaqa qilib ochishimiz kerak? Yoki bo'lmasa bosh miyada qonni qanaqa qilib aylantirib berishimiz, qo'lda qonni qanday aylantirishimiz kerak? Oyoqda qonni qanaqa qilib aylantirishimiz? Mana shu masala asosiy bizda. Shuni aylantirasiz, davleniya o'z-o'zidan tiklanadi, yurak ishemik kasalliklari yoki bo'lmasa boshqa kasallik orqaga qarab qaytib boshlaydi. Bizda ko'pincha odamlarimiz boshqa joyini davolab yurib, boshqa joy davolashgani uchun, ya'ni aynan yurakning o'zini yoki bosh miyani o'zini davolashadi. Mana bizda ham hozir bitta akamiz yotibdi, u akada ham xuddi shunaqa jarayonlar boshlangan, noto'g'ri ovqatlanishlar ko'p. Aytadi, doim dori ichardim. Bosh og'rig'i uchun dori ichardim. Yillab dori ichib kelgan. U keyin xavotir olgan, nimaga boshim og'riyapti? Keyin o'tida pristup bergan, o'timni oldirib tashlasam ekan, o'timni nima qilsam ekan? Doim o'tib pristup beravergan. Undan keyin akamiz keldi. Biz hali aytganimdek, oshqozon ichak sistemasini zo'r qilib tiklangan jigarni zo'r qilib ochdik, qon aylanishini to'g'riladik.
Qon to'g'ri bo'lgandan keyin bilasizmi, haligi kasallik hammasi ketdi. Hozir bironta dori ichmasa ham, mana alhamdulillah o'tgan kuni gaplashdim, doktor zo'rman, hech qanaqa shikoyatim yo'q, hamma joyim yaxshi bo'lib qoldi dedi. Ancha-muncha organizmdan shikoyatlar ketdi. Mana shu to'liq hisobbosa. Ana endi u odam agarda mana shuni ushlab yursa, shu ovqatlanish rejimini ushlab yursa, u odamga bironta dori kerak emas unga. Nega kerak? U tana o'zi ishlab chiqaryapti-ku. Maqsadimiz shu. Men sizga bitta doriga bog'lab tashlash niyatim yo'q. Mana shu dori ichib yuring, yoki bo'lmasa mana aptekaga boring, yoki bo'lmasa mana doktorga boring degan tushuncham yo'q sizga. Siz uyingizda bo'lsangiz to'g'ri ovqatlaning. To'g'ri ovqatni bolangizga bering, otangizga bering, onangizga bering, ayolingizga to'g'ri ovqat bering. Shunda biz erishamiz. Doktor aptekadan qochamiz, aptekadan qutulamiz. Bo'lmasa ham aptekadan baribir qutula olmaymiz. Nega? Agarda siz hozir doktorning oldiga borasiz, doktor sizning uyingizdagi ovqatlanish to'g'ri parhez qiling deb yozib qo'yadi sizga. Lekin siz qilishingiz kerak. U doktor qilib bermaydi sizga parhezingizni. Endi parhezni siz qilmasangiz, yana o'sha jarayon rivojlanaveradi. Hech qachon buni oldin oxiriga yeta olmaysiz. Agarda siz shuni tushunsangiz, ha, demak men kechqurun ovqatni yesam, o'zimni o'zim zaharlagan bo'lar ekanman. O'shaning uchun ham kechqurungi zaharni dushmanga ber degan, ovqatni dushmanga ber degan ekan. Kechqurungi ovqatni bolamga berishim kerak emas ekan, otamga berishim kerak emas, onamga berishim kerak emas deydi. Kechqurun ovqat bermang shunga. Mayli meva-cheva yesangiz yeyvering, olma yeng, banan yeng, kivi yeng, mandarin yeyvering. Unda muammo yo'q, chunki u unchalik zaharli narsa paydo qilmaydi. Lekin somsani, shashlikni, oshni, go'shtni, yana bir narsa qovurmalarni kechqurun yemang shuni. O'shani yo'qotish kerak. Imkon darajada yo'qotish kerak. Lekin yeb qo'ydingiz endi, bo'lmay qoldi endi, nima qildingiz? Yeyvordingiz endi. Nima qilasiz? O'tgan galgida shuni bitta magnesiy sulfatni paroshyogini olib kelasiz. Mana bugun bitta akamiz keldi, baraka topsin, qildilar-da shuni. Shu paroshyogini olib keldilar, doktor shuni ichdim dedi. Bir ichaklarim mazza qildi, bir ichaklarim mazza qildi, shunday yengil bo'lib qoldi. Shuni qiling, bilmay yeb qo'ydingiz, tiqilib qoldingiz, qiling shuni. Shunda zo'r effekt ko'rasiz. Qarang, shu bittagina haligi tiqilib yotgan joyni ochib yuborishingiz ichakni ishlatib yubordi. Ingichka-ichak, yo'g'on ichak, o't qopi, oshqozon suvi, oshqozon, jigar ishlatib yuboradi. Bitta arzimagan bir 3000 so'mlik, 4000 so'mlik magnesiy sulfatni 6 ta organni ishlatib yuborasiz. 6 ta organ ishlagandan keyin hali ichingizdagi doktoringiz o'zi ishlaydi. Shunaqa ishlaydiki, qoningizni suyultirib beradi. Agarda siz jigarda ishlata oladigan bo'lsak biz, juda ko'p foiz kasalliklar shunaqa yo'qolib ketadi. Shuning uchun men sizlarga bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Haligi ba'zi bitta odamlarimiz aytibdi-ki, odamlar tuzalmaydi. Yo'q, odamlar masalan, hozir men nima uchun dori ichmay yuribman? Yoki bo'lmasam sop-sog' odam nima uchun dori ichmayapti? Chunki uning ichki organi zo'r ishlab turibdi. Ichki organ dori ishlab turibdi. Dori ishlab chiqarib turibdi. Endi bitta odam nima uchun dori ichyapti? U odamning shu ichki organi dori ishlab chiqara olmayapti. Shu ishlab chiqaradigan darajaga olib borib qo'yilsa, odam soppa-sog' bo'laveradi. Faqatgina biz yillar davomida buzganmiz shuni. Yillar davomida buzganmiz. Mana hozir yillar davomida buzilib, ovqatda buzilavergandan keyin mentalitet degan narsani endi sal kamaytirishimiz kerak. O'zbek mentaliteti kechqurun ovqatni yesin deb peshonasi hech kim darra urmagan, pechat bosmagan uni. Shu ilmini oshirsak, o'zbek mentaliteti o'zini hurmat qilsa, farzandini hurmat qilsa, otasini hurmat qilsa, o'zi gapirgan gapga o'zi ishonsin. Kechqurungi ovqat dushman bermang. Ertalabki ovqat do'stga bering, yeng, iching, ertalab iching. Ana shu narsani men sizlarga bugun haqiqatan aytib berdim. Endi inshaalloh Allohning fazlidan agarda shuni qila oladigan bo'lsangiz, qilsangiz ko'rasiz. Men hozir qanaqa narsani taklif qilaman? Agar shu men aytayotgan narsani qila olsangiz, tanangiz butunlay soppa-sog' bo'ladi. Siz tushunasiz, tanangizni qanaqa qilib ishlatsangiz bo'ladi. Nima qilsangiz sog'lom bo'ladi. Nima qilsangiz energetik bo'lasiz. Nima qilsangiz doim sog'lom bo'lasiz. Nima qilsangiz hech qanaqa ichki organlaringiz nima shikoyatsiz ishlaydi. Uni to'g'ri sistemaga solib oladigan bo'lsangiz, bizga biron bitta narsa kerak bo'lmaydi. Mana shu men sizlarga hech qaysi doriga yoki bo'lmasam boshqa narsaga qilish niyatim yo'q, yoki bo'lmasam bog'lab qo'yish niyatim yo'q. Endi bir boshdan savollarni o'qishga harakat qilaman. Kerakli savollarga, chunki faqat o'zimman, boshqa shogirdlarimiz yo'q. Ich qotishdan to'liq qutulish mumkinmi debdilar. Lazizbek, bitta narsa bor, ich qotishning bir nechta sababi borda. Bu bitta ovqatga bog'liq sababi bo'lishi mumkin, o't qopiga bog'liq sabab bo'lishi mumkin, asabga bog'liq sabab bo'lishi mumkin va orqa miyaga, ya'ni umurtqa pog'onalarida chiqib keladigan joyga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni yo'g'on ichak bilan bog'liq bo'ladi ko'proq. Endi shuni agarda siz o'sha sababni to'liq topsangiz, o'sha sababni yo'qota olsangiz to'liq qutulasiz. Xavotir olmang, to'liq qutulasiz. Lekin ba'zi bitta odamlarda yoshlik travmalari degan tushuncha bor. Yani yoshlikda juda ko'p siqilgan, juda ko'p asabiylashgan yoki ishi asabiylikka bog'liq, shunaqa odamlar qutula olmaydi.
bizning oldimizga bitta xola kelgan. Xola shunaqa ediki, qizi quloqsizroq ekan, ya'ni kechqurun chiqib ketadi, bo'yiga yetgan qiz uyda bitta o'zi. Keyin qiziga gapirsa, qizi bo'lsa quloq solmaydi, chiqib ketaveradi. Keyin ona kechasini siqiladi, qiynaladi. Shu ayolning ichini keltirishga qiynalganmiz. Xolaga aytdim, "Xolajon, siz ko'p siqilmang. Ko'p siqilsangiz bu ichingiz foyda bermaydi bizga. Hech narsa qilolmaylik, chunki qizini to'g'rilayolmadik biz. Qizini to'g'rilashga bizga nomimizga kirmagani uchun biz faqat onani to'g'rilashga harakat qildik." Bitta akamiz bor edi, doim ichagiga qarab yurardi. Biz ba'zi ich surma narsani beramiz. Ba'zilarga 2 qoshiqdan bersak, masalan 10 ml bersak, u akaga 5 ml berdik, zingillatib surib tashladi. Nega? Ichagi shunday zo'r ishlaydi. Ichagi zo'r ishlaydigan bitta bersangiz, ichini zo'r ketkazadi. Ichaklar ishlamay qotib, yillar davomida tiqilib, hali kalit bo'lib, unda juda sekin ishlaydi. Shuning uchun qanchalik men aytayotgan narsalarni qilib yurolsangiz, ichki organingiz shuncha sog'lom turadi. Ya'ni ichki organingizni doktoringiz shuncha yaxshi ishlaydi. Yaxshi ishladimi, u organni o'zini o'zi tiklaydi. Siz tiklamaysiz, doktori tanani o'zi tiklaydi. Masalan, men hozir qanaqa qilib yuragim normada urayotganini bilmayman, lekin norma ishlayapti. Boshim nima uchun og'rimayotganini bilmayman, lekin og'rimayapti. Yoki o'zi bo'ynim negacha qotmayotganini bilmayman. Qotmay turibdi nega? Organizm o'zini o'zi to'g'rilaydi. Siz bilan men to'g'rilamaymiz. Faqat uni sharoit yaratib qo'yishimiz kerak inshaalloh. Hurmatli doktor, mani ovqatim yaxshi hazm bo'lmaydi. Ichim qotaveradi, qorinda damlab nafas olishimni qaytaradi. Nima qilishim kerak? Hali aytdim, shu qorin dam bo'lib nafas olishda qiynalyaptimi? Albatta magnesiy sulfatni dubaj qiling, magnesiy sulfatni yarmini 100 ml suvga ering, 25 grammni. Ichingiz bir marta surib yuboring. Keyin ovqat yemang ko'p, ovqat yemang. Ovqatni yemangda yengil-yengil sho'rvalarga o'tkazib tashlang ovqatlarni. Yoki bo'lmasa mana shu videoni tagida men manzillar qoldiraman. O'sha manzillarga yozsangiz, biz konsultatsiya qilib beramiz. Faqat o'sha konsultatsiyada nimani qanday qilishni ovqatingizgacha to'g'rilab beramiz inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Menda vitiligo paydo bo'lib qoldi. Qanday davolansam bo'ladi? Vitiligo haqida ham gapirganman. Vitiligo degani terilarga og'doq tushishligi. Og'doq tushishligining asl sababi birinchi ichakdagi disbakteroz. Ichakdagi disbakterozni hozir aytgan narsalar. Agarda siz ovqatingizni hali ham to'g'rilamay yurgan bo'lsangiz, hali ham pala-partish yoki bo'lmasa shakarni ko'p yeyotgan bo'lsangiz, shirinlik ko'p yeyotgan bo'lsangiz, non mahsulotlarini yeyotgan bo'lsangiz, unda to'g'ri bo'lish juda qiyin buni. O'shaning uchun siz harakat qilishingiz kerak. Birinchi ovqatlanishni to'g'rilang. Zo'r qilib ovqatlanishni to'g'rilangda, keyin bularda uni vitiligoni davolashga harakat qilishingiz kerak. Siz hozir ko'rishingiz kerak, shu men yuqorida aytgan ovqat hazm qilish sistemasida buzilish bormi yo'qmi? Kechqurun ovqatlanyapsizmi yo'qmi? Ertalab ichingiz yaxshi kelyaptimi yo'qmi? Qorningiz dam bo'lmayapti yo'qmi? O'tingiz tiqilib yotgani yo'qmi? Bu ana shularning hammasini ko'rasiz. Ovqat hazm qilish sistemasi zo'r bo'lsin, ovqatingiz tarkibi zo'r bo'lsin. Undan keyin terigacha oziq modda ishini yetib kelsa, bunda tez vitiligo tuzaladi. Bo'lmasa ancha qiyin bo'ladi, chunki bu narsa aynan teriga oziq modda yetib kelmasligidan bo'ladi. Uyqum ham yaxshi emas, juda charchoq holatda biror joyga borib, ayniqsa uzoqroq bora olmayman. Uyqum ham yaxshi emas. Nima uchun charchoq bo'ladi? Hali aytgandek, jigar tiqilgandan keyin bosh miyada qon yaxshi aylanmaydi. Charchoq shundan bo'ladi. Odamlar glyukoza olaveradi, ukolni qilaveradi, charchayapman deb. Ba'zilar o'ylaydiki, qancha ovqat yesam men charchog'im ketadi deydi. Ular yana shakar yeydi, novot deydi, u yana charchatadi. Bizga bitta qizimiz kelganda, talaba homiladorda, adashmasam 2-3 homiladorlikda kelgan. Ko'rsangiz 8 oylik homila, haligi onaning oyoqlari shishib, barabon bo'lib qolgan, ertalab tursa shunday yura olmay, qiynalib, tiqilib, haligi shunday bo'lib qolganda, oyoq kiyimiga sig'maydi, bir joyga o'tira olmay qiynaladi, u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, qiynaladi. Keyin haligi homilador ginekologlarga borsa, ginekolog aytibdiki, bu endi bo'ladi, homiladorlikda endi 7-8 oy bo'lib qolgan, shunda shunaqa bo'ladi. O'zi bu tabiiy hol, mana shunaqa bo'lish kerak o'zi. Keyin men endi shu paytda klinik fikrlashdan dars o'tardim. Keyin mening oldimga menga murojaat qilib qoldi. Ustoz, nima qilayin? Mana shunday bo'lyapti. U tanaga nima qilar ekan? Haligi tanaga kislorod oziq modda yetavermagandan keyin sut kislota degan narsa bor. Ko'payib ketib qoladi. Sut kislota ko'payib ketib qolsa, hamma yeringiz og'rib beradi u. Boshlarga, bo'yinga, belga, turib yuraman desangiz og'riq beradi. Turaman desangiz og'riq beradi. Oyoqlaringiz og'riydi, bellaringiz og'riydi. Hamma yer og'riydi. Ana shunday bo'lib qolganda tana. Keyin u nima qilar ekan? Quvvatim yo'q deydi, yana novvotcha ichar ekan. Har kun shikolat yeydi ekan. Shikolatni novvotcha o'shani naborot ko'paytiradi. Yana ko'paytirib tashlayvergan, yana ko'paytirib tashlayvergan. Borgan sayin kasal ko'payib ketavergan. Glyukoza oladi, quvvat bo'larmidi, glyukoza uradi. Uni yana ko'paytirgan.
Undan keyin keldi, bizga kelgandan keyin men aytdimki, doktor boshqacha qilib davolaymiz. Nima? Shu kislotani yo'qotamiz tanadan. Nima qildik? Jigardan oqildik, massaj qilmagan dedik. Biz massaj qildik, chunki massaj zo'r foyda beradi. Massaj qildik, bilasizmi, super bo'lib o'zgardi. Shunaqa yaxshi o'zgardi, shishlar ketdi, oyoq og'riqlari ketdi. Haligi homiladorlikka bog'liq emas ekan u. U noto'g'ri ovqatlanishga bog'liq ekan. Vitaminlarni berdik yoki sut kislotani yo'qotdik tanadan. Undan keyin haligi qizimiz, homilador haligi talabamiz juda yaxshi o'zgardi. Mana shunday narsa borda, bitta odam agarda sizning kasalligingizni davolanmayotgan bo'lsa, qilolmayotgan bo'lsa, u shuni yo'li yo'q deganimi, shu odam bilmaydi degani, shu odam qilolmayapti. Boshqa qilishi mumkin o'sha. O'shaning uchun men ba'zi bitta holatlarda ko'proq boshqacharoq o'ylashga harakat qilamanki, odamlar tuzalmayaptimi, demak biz yo'lini bilmayapmiz. Tuzalyaptimi, yo'lini bilyapmiz. Tuzalmayaptimi, demak ilmimiz yetmayapti. Biz o'qishimiz kerak, uni o'rganishimiz kerak. Ana shunaqa narsa inshaalloh. Shuning uchun hozir sizdagi narsalar ham charchoqlik bo'lishi, og'riqlik bo'lishi, lanjlik bo'lishi, uyquchan bo'lishi, ba'zi bitta xolamiz aytardi, haligi yostiqqa yopishib qolaman deb. Shunaqalardek moddalar mana shu buzilyapti. Ular sag'ir, davleniya, insult, infarkt ko'p kasalliklar uchraydi. Shuning uchun shunaqa narsalar bo'layaptimi? Eng birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa ovqatlanishingizni to'g'rilang. Yashirin dushmanni yo'qoting, yashirin qotilni yo'qoting. Bu bizning ovqatimiz. O'zimizning pulimizga zahar sotib olishimiz mumkin. Nega? Agarda shu ovqatni kechqurun yesak, shu ovqatni tiqiltirib yesak, shu ovqatni kechqurun ko'p yesak, ana shu o'zimizga o'zimiz zahar bergan bo'lamiz. Shu ovqatni kechqurun yemangda, ertalab yeng, 6 soat sabr qiling, shuni yeysiz baribir. Siz yeysiz, hech kimga olib ketib qolmaydi. Ana shunday qilishimiz kerak. Bitta yozibdi, bu faqat motivatsiya, motivatsiyada ishtirok. Shuni qilgandan keyin tanangiz qanaqa o'zgarishini ko'rardingiz. Agar shunday qiling, super bo'lib o'zgaradi. Tanangizda shikoyat qolmaydi. Undan keyin ko'rasiz, bu motivatsiyami, haqiqatmi? Men sizga aytayotgan narsamni hammasini o'zim qilib ko'rdim. O'shaning uchun ham I'm in Uzbekistan, xavotir olmang, men Xitoydan emasman. Ba'zi bitta muxlislarimiz kimgadir o'xshatib yubordi menimcha. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, Alloh taolo xayrli qilsin. Tirnoqdagi oq dog'lar tirnoqda qon yaxshi aylanmasligidan bo'ladi. Shu tirnoqda kelolmayapti, mikroelementlar yetmagandan. Balkim mis yoki temir yoki rux o'sha yetmaydi. Shuning uchun ichagi yaxshi emas. O'sha odamning ichagi yaxshi bo'lmaydi. Ichagi yaxshi bo'lsa, buni tashxis qo'ysa bo'ladi. Shunday ko'rsangiz bolachalarda ham bo'ladi. Bunda ozg'in bolalarda, quvvati yo'qlarda, ko'p charchaydiganlar shunday qo'ysangiz tirnoqning ustiga oq dog' bo'ladi. Salsa kichkina oq dog' bo'ladi. Ana shularda albatta ichagini qurtini tozalab, dezbektoryozni davolab, undan keyin vitamin, mikroelement berishlaringiz kerak. Shakar emas, novota emas, shirinlik emas ularga. O'sha haligi rangli suv emas. Hammasi odamni ketkazadi, ichkingizdagi doktoringizni mazasini qochirib tashlaydi. Ichingizdagi doktoringiz mazasi qochganingizdan keyin doktor kasalxona, aptekaga yuraveramiz. Kim bizni davolab qo'yar ekan. Unda hech kim ovoz yo'q, balki ovoz bordir hammasi. Ovoz yo'q bo'lib qolishiga sabab hali 1-2 marta telefon qilib qolishdi. Uzr, o'shaning uchun ovoz yo'q bo'lgan. Endi men bir boshda o'qib kelyapman savollarni. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Doktorimiz ekan. Alloh taolo xayrli qilsin. Oyoqqa luna bor. Ko'p tushunmadim lunasini. Yana savollardan bitta. Assalomu alaykum. Bu meni chat tarafimda qovurg'amni ostida nim qilay doktor. Menimcha og'riydi, mana shu tomonda og'riydi deyaptilar. U asabni tekshirishingiz kerak. Birinchi asabingizni ko'rishingiz kerak. Ya'ni ba'zi odamlar asabiy bo'lgandan keyin oshqozon spazm beradi. Oshqozon spazm bergan, jahldor odamlar oshqozon spazm bergan paytda
Xo'sh. Ovoz hozir eshitilmayaptimi? Mana birovdan chiqdi, birovda eshitilgan. Uzr, menda o'rta-o'rtada telefon bo'lib qolgani uchun menda bo'ldi. Men tepadagi savollarni o'qibman. Uzr, Alloh taolo xayrli qilsin. Ayb bizda bo'libdi. Ha, rahmat sizlarga. Bu ovozi yo'qolib qolishiga sabab o'rta-o'rtada nimagadir